maktabda o'qimaganman. Nimaga? Maktabga Maktabga bormagan? olishmagan. Qiziq sekin yuradi, olmaymiz o'rgashni. Hech ham o'qishni bilmaysizmi? Yodingizda bo'lsa agar, bundan 1 yil avval andijonlik Zamira haqidagi ushbu video lavhani e'tiboringizga havola etgan edik. Oradan salkam 1 yil o'tib, biz bu mavzuga yana qaytdik. Qo'limda bir necha daftar bor. Zamiraga o'qish yozishni o'rgatish bo'yicha o'qituvchi ham topdik. Mana bugun Zamirani uyiga keldik. Darsni birinchi kuni va biz bu loyihani Zamiraning o'quv yili deb nomladik. Uyning ichkarisida sharoiti bo'lmagani uchun biz endi mana shu joyni tanladik. Shu yerga darsliklarni joylashni boshladik. Zamira, siz bilan oldin gaplashgandik. Yozishni o'rganasizmi deb. Xohlagan paytingiz kitob o'qiysiz. Xohlaganingizda ayizga o'qib berasiz kitob. Yoki televizor ko'rayotganingizda nima yozilganini o'qiysiz. Hech bo'lmasa harflarni o'rganib olsangizda, sizga mana shu o'rgatadigan maxsus kitoblarni, daftarlar olib keldik. O'rganasizmi? O'rganadi, men qancha o'rganishim. Mana sizga o'qituvchi ham olib keldik. Haftada bir marta keladi o'qituvchingiz. Sizga ko'rsatib berib ketadi. Shuni yozib ko'rib, o'qib o'rganasiz. Ayiz bor bu yoqda. Keling shuni qilaylik. Bu menimcha o'zingiz uchun ham yaxshi. Boshladik bo'lmasa. Mana sizga o'qituvchi Maqsuda Filmoqlari tayyor berilgan. Harflarni bir-biriga ulash uchun kerak bo'ladigan qismchalar. A'dan boshlanyapti. Bosmasi katta A, kichkina A. Ana. Mana shunaqa sizga. Bo'sh ishing ruchkani. Bo'sh. Ko'ryapsizmi nuqtalarni? Nuqtalardan tortib kelaverasiz. Mana chiziqdan o'tkazib yubormang. Undan oshirib yubormang. Va kattasi 2, 3. Bitta katta, bitta kichkinasini nechta ekan saningchi? Ovozni chiqarib ayting. Uni emas, mana uni. Bitta katta, bitta kichkina nechta? Kichkina. Sanashni bilasizmi, Zamira? Saningchi? Sanashni bilmaysiz. Ovoz chiqarib. 1, 2, nechta ekan? 5 ta ekan. 3 ta ekan. Endi bular yana boshqa edi. Bu qizil emas, mana qizil. Bu jigaring bu. Zamira, bugun ikkinchi mashg'ulotingiz. Darslaringizni qildingizmi? Birinchi darsdagi mashg'ulotdagi darslaringizni tayyorladingizmi? To'y bo'lib qolib qilamadim. Vaqtingiz bo'lmadimi? Vaqti bo'lmadi. Ya'ni darslarni qilmadingiz, uy vazifalarini. Endi nima bo'ladi? Sekin o'rganamiz. Ishlayotgan odam har kuni kechqurun oz-ozdan o'rgansangiz, berilgan topshiriqlarni bajarib. Chiziqqa chiqib keling. Ko'zingiz yaxshi ko'radimi? Zamira, o'qish, yozishni o'rganishingiz sizga qanday yordam beradi deb o'ylaysiz? Yordam bersa, o'rganib ketaman. Bemalol ko'raman. Kitoblar o'qiyveraman. Telefondan foydalanishni bilasizmi? Gaplashib olaman xolos. Telefonda faqat gaplasha olasiz, tira olmaysiz. O'rganib olganingizdan keyin foydalanishni ham bilasiz, keyin xudo xolasa. Qancha kerak vaqt sizga? 1 oy, 2 oy? 1 oy, 2 oydan keyin o'rganib kelsam kerak. Harakat qilasiz-a bunga? Shu o'qituvchingizni mahkam ishlang. Halima opa, qizingizni o'qish yozishni o'rganayotganidan xursandmisiz? Xursandman. Endi o'rganib ketadi. O'zingiz nazorat qilib turibsizmi? Nazorat qilib turibman. Darsingni qil deb. Darsingni qilyapman, nima qilib. Zamirani ko'rishi biroz pastroq shekilli. Ko'zi ajaban bir aylanib qolibdi deydi. 4ga borib, aytdim, qanaqa ilon? Hozir sig'dan ilon bo'lamni borsam, anaqa qora sarafin. Esda turgan ekan, ilon deyapti. Doktorga olib bordingizmi? Doktorga bir olib borgan, ancha bo'lib ketgan, bir kim qilgan.
Nima degdi doktor? Doktor haligi dorini qiling dorini qildirgan. Anaqa ABLga bas, anaqa anaqa bilan bir shularni o'qish kerak ekan, o'qish bilmadi. O'qishni bilmagani uchun Nima qilaman? boshqa harflar, hayvonlarni, gul shunaqa rasmlar Unaqa ko'rsatmadimi? rasm yo'q ekan, hayvonlar yo'q. Ana shu yozib qo'ygan bo'ladi-yu. Ha. Shu in, sil deb anaqa mana harf bilan. Nazorat qilib turasiz, a? O'qituvchi kelguncha uyda o'zingiz kechqurunlari, kunduzlari darsingni qil deb, a? Aytib turasizmi? Aytaman nima qilib o'rgan, ertaga mendan keyin qiylanasan deyman nima qilib.